Azizlar, Fabrik To'lashuv sog'liq uchun ham juda ko'p narsalar bor, lekin hammasini men birdaniga reklama qilib bera olmayman. Hamma narsani o'zim ishlatmaganman, hamma narsani qanday ishlatishni ham bilmayman. No, bizda kompaniyada vrachlarimiz bor, spetsialniy chatlarimiz bor Moskvadan. Hamda qaysi vitamin, qaysi minerallar yetmayotganini bilish uchun testlar ham bor. Maxsus kompaniyadan beriladigan testlar, o'shanga qarab o'zingiz samat diagnostika qilsangiz bo'ladi. Agar lichkaga kirib so'rasalaring, men o'shalarning blankalarni beraman. O'zlaring kirib turib bemalol o'zlaring diagnostika qilib olsalaring bo'ladi. Masalan, kimdadir железо yetmaydi, anemiya bo'ladi, kimdadir immunitet, vitamin D3, aynan o'zingiz holatingizga qarab turib, o'zingiz diagnostika qilib olishingiz mumkin. O'shanga qarab turib vrachlardan maslahatlashib, o'zingizga kerak vitaminlarni olishingiz mumkin. Yokidagi Moskvadagi spetsialistlarimiz bilan bog'lanib turib, imенно o'sha sizni diagnostikaga chiqqan narsalarga qarab turib, badlarni tavsiyasini olib, maslahatlashib, ularni maslahati bo'yicha zakaz qilsa bo'ladi, olsa bo'ladi. Fabrik kompaniyasida hamma narsa bor. Deyarli 90% badlarimizda halol sertifikati bor. Bilasizlar, kim xabar bo'lsa, bu juda ham krutoy sertifikat. Dunyoni faqat ikkitagina joyda beradi. Saudiya Arabistonida va Tojikistonda. Musulmonlar uyushmasi tomonidan. Bu seryoz organizatsiya. Hamma narsa tekshirilgan, ya'ni mahsulotni ham, biznesni ham aynan halolligini belgilab beruvchi hamda o'sha halollikni nazorat qiluvchi bu uyushma bo'ladi. O'sha sertifikatlar hammasi bor. Qo'rqmasdan ikkita tavsiyani olib ichsa bo'ladi. Еще plus ichishdan oldin o'tiblarni ham o'qib olsa bo'ladi. Bu a'zo bo'lganlarga beriladigan imkoniyat. Bizda приложение spesial bor. Hamma ichganlar imенно o'tiblarni yozadi. Men ham ko'p narsalar mana shu vrachlar tavsiyasidan keyin o'tiblarga qarab ko'p ko'rib to'sha o'zimga olaman, mahsulotlarni ichaman, даже elementarniy badlardan tashqari, даже elementarniy gaz yuvadigan va tualet yuvadigan narsalar novinkalar chiqsa, birinchi Rossiyada chiqadi. Bizga sal kechroq yetib keladi. Ungacha Rossiyadagilar ishlatishga ulgurgan bo'ladi. Bilasizlar, ruslar chestnoy o'tib beradi. O'sha o'tibga qarab bemalol olsa bo'ladi. Agar kimda savol bo'ladigan bo'lsa, bad nima degan, ham hozir tushuntirib berib o'tib ketaman. Bad bu biologik aktiv dabaqalar. Ya'ni biz oziq-ovqatimizda bo'lishi kerak bo'lgan vitaminlar, mikroelementlar yig'indisi. Nimaga aynan u kapsulachilarda hozirgi kunda 50 yilga oldinga nisbatan biz oziq-ovqatimizda hamda yetkinchi narsalarimizda vitaminlar kam. Oldin vitamin A ni bitta tarelka salatdan olsa, hozir 4 tarelka salatdan olsa bo'lar ekan. Lekin hech kim ko'ringa 4 tarelka ko'kat yeya olmaydi. Aytdim, hozir juda ham imенно badlar mashhur. U organizmda yetmayotgan narsalarni to'ldirib beradi. Chunki ko'p kasalliklar qaysidir vitamin yetmayotganidan organizm signal beradi. Menga mana bu yetmayapti, mana bu joyim og'riyapti. Потом organizmimiz bilasizlar, katta sложный mexanizm, bitta joy yetmaganda ikkinchi joyga ta'sir qilishni boshlaydi. Shunaqa, kim organizmni tekshirmoqchi bo'lsa, sama diagnostika qilmoqchi bo'lsa, lichkamga yozsalaring, sizlarga o'sha mana beraman, anketani beraman, o'zlaring kirib turib bemalol savollarga javob berib, uni o'zlaring uchun belgilaysizlar. Taxminiy o'sha javoblar chiqadi. O'sha bilan keyin borib turib analiz topshirib, aynan konkretni bilasiz nimaga analiz topshirishingiz kerakligi. Qaysi vitaminlar yetishmayotgani ehtimoli kattaligini ko'rsatib beradi. Siz borib turib hamma narsaga analiz topshirishingiz kerak bo'lmaydi. Aynan keraklilarga topshirib, keyin o'sha bo'yicha maslahatni olsa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, hech kimga yozsalaringiz, sizlarga tashlab beraman. Bemalol diagnostikani qilsalaring bo'ladi. Еще bitta yana narsa bor. Tekshirish bo'yicha bitta o'yin bor. Hozir sizlarga istoriyada kartochkalarni ko'rsataman. Ofisda День здоровья qilamiz. O'sha kunda kelgan odamlar o'sha kartochkalar bilan тоже o'yin ko'rinishida qaysi narsalar yetmayotganligini, vitaminlarni ko'rib olishlari mumkin. Interesligina narsa. Sumkamda edi. Ko'rsatib beraman, men o'zim shamol qilibman. Kecha 2 kun oldin janimni burun oqatganda o'zim maqtangan edim. Anchadan beri bunaqa kasal bo'lmayapti ekan deganim. Sразу kasal bo'lib qoldim. Men o'zim ko'zim tegadi. Sizlarga ham shunaqa bo'ladimi? Biror narsa deb maqtanishga qo'rqaman. 2-3 kundan keyin обязательно обратga keladi. Hozir sizlarga kartochkalarni tashlab ko'rsataman. Qaranglar, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi nimaga sizni sevib chiqaryapti? Masalan, deymiz, bu yoqda doimo qizarib pishgan ovqat va fast food xohlayman, deyapti. Bu nimalar yetmayotganini ko'rsatadi. Bunda faqat odat, balki sink va magniy yetishmovchiligi bilan ham bog'liq. Ushbu minerallar dopamin tizimining faoliyatini tartibga soladi va shuning uchun bizning zavq tuyg'umizga va ta'mga bo'lgan afzalliklarimiz shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. Bu yerda sразу zaполнять qiladigan, по-моему, xato ketdi, dopaminni normalizatsiya qilib beradigan glikogenat sinka immunitetni ko'taradi, magniy uspokаивать qiladi, mushaklarni normallashtiradi, uyquni yaxshilaydi, hatto odam tez uxlaydi. Tak, mana shunaqa o'yin ko'rinishida tekshirish mumkin bo'ladi.